Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barli qarindoshlar, Allohning salom va mag'firati barakat bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 40-cho'ng gunoh minnat qilish. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo sura Baqaraning 264-oyatida mundaq deydi: "Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash bergan sadiqalarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar." Sadiqa bersa, boshqalarga minnat qilib, men berdim uni buni deb yoki bo'lmasa boshqalarga men sadiqa berdim sana deb aziyat yetkazsa, uning qilgan sadiqasi amali bekor ketadi. Bekor. Mana bu oyatda bekor qilayotmanglar deb Alloh taolo da'vat qildi. Vahidi bu oyatni bergan narsani minnat qilish deb tafsir qilgan. Kalbi bergan sadiqasini Allohga minnat qilish, sadiqa olgan kishiga aziyat berish deb tafsir qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: Alloh taolo 3 turli kishiga qiyomat kuni gap qilmaydi. Ularga rahmat nazari bilan qaramaydi va ularni gunohdan poklamaydi. Ular qattiq azobga mubtalo bo'ladi. Birinchi, kiyimini uzun kiyib so'raldirib manglagan kishi. Ikkinchisi, minnat qiladigan kishi. Uchinchisi, melini yolg'on qasam bilan sotadigan kishi. Kiyimni uzun kiyishdan mayli ishton yoki boshqa kiyimlar bo'lsin, o'shiqning ostigacha uzun kiyish ko'z tutildi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisda kiyimning o'shiqdan tuvanga sangilgan qismi do'zaxda bo'ladi degan. Imom Buxoriy, Ibn Majah, Nasoiy va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: 3 turli kishi jannatga kirmaydi. Biri ota-onasini qaqshatuvchi, yana biri chaqimchi, uchinchisi haroqkash. Doimiy Nasoiy va Imom Ahmad rivoyat qilgan, Albani sahih degan sahih hadis. Shunga qarindoshlar, diqqat qilishimiz kerak. Har bir ishda shariatning o'lchami bo'yicha ish qilishimiz kerak. Unda qilmasak, qiyomat kuni ig'ir azob qolamiz, pushaymon qolamiz, vaqti pushaymon aldan qochib bo'lmaydi. Ibn Sirin bir kishining boshqa bir kishiga "Sana yaxshilik qildim, unda qildim, bunda qildim" deganligini anglab, uningga bo'ldi qilgan, sanalgan yaxshilikda xayr qolmaydi dedi. Donolardan biri bunday degan: qilgan yaxshiligini tilg'aylab, minnat qilgan va o'z amalidan ajablanib, qaltis ish qilayotgandek tuyg'u bo'lgan kishi savobdan mahrum qoladi. Imom Shafiy bir she'rda bunday deydi. Ya'ni she'rning mazmuni: "Sana minnat qilgan kishining minnatini ustunga olmag'in. O'zing uchun azaldan taqdir qilingan nisivangni tanlagan va savr qilgan. Chunki savr qalqondir. Minnat qilguvchilarning dillarga yetkazadigan aziyati yurakka sanjilgan nayzidanmi yomondir" degan. Shuningga qarindoshlar, o'zimiz yaxshi ishlarni qilib, uni minnat qilsak, yoki ma'lum bir insonga yaxshilik qilib, "Men sana yaxshilik qildim" deb uning aziyat yetkazadigan yoki davomli "Men sana yaxshilik qildim" deb uningdan bir narsalarni talab qiladigan yoki uni o'zini hurmat qilishini, o'ziga doim ta'zim qilishini talab qilgandek ashunday tuyg'uda bo'lgan ishlar o'zimizdan qilgan yaxshi ishlarni nolga tan qiladigan ish. Shuni bunday ishlarni saqlanishimiz kerak. Alloh taolo barliq qarindoshlarga hidoyat qilsin, barliq qarindoshlarni minnatdan saqlasin, kibrdan saqlasin, barliq qarindoshlarga darslarimizni manfaatli qilib qo'ysin.